Obunachiga 2.8 million so'mdan. Joningiz 2.8 da. O'ta charsaganda 79-80 atrofida. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari Ozodbek uz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar, arzonchilar yig'ilgan qishloq Saroyda. Akalar, sizlarga yaxshilardan ilinib, zo'rlardan tavsiya qilishda biz davom etaveramiz. 12-may sanasi kechki syomkalarimizda akalar sizlarga mana shunaqa zo'ridan Ravshanbek akamizdan bugun suhbatimizni olib boraveramiz. Aka, assalomu alaykum. Bo'lmisiz? Assalomu alaykum. Kechki syomkalarimizdan boshlandi aka. Boshlandi, xudo xolasa. Va nihoyat. Ha, endi yoz keldi, kechki syomkalar boshlanadi. Gap yo'q. Xudo xolasa, ha, hurmatli obunachilarga zo'rlardan ilinamiz. Gap yo'q. Yaxshilardan kelgan. Qo'llab-quvvatlab duoda bo'lib tursin. Katta qo'chqorlar ham kelgan. Kattalari ham bor. Mashalloh. Mana qonlar chiqqanini qarang aka. Jonivorlar zo'r. Haligi qo'y olishni bilmaydigan aka-ukalarimiz ham mana shu qonini ko'ringda olavering akalar. Qo'y qonni chiqqan yeb tursa o'zgaraveradi. Albatta. Foydasi o'sha joyida bo'laveradi. Yemay turgandan qo'rqish kerak aka. To'g'ri. Haqiqatan zo'rlari kelibdi. Bugun bularda sekin bo'lib necha partiya qilamiz dedik? Xo'p. 4 partiya bo'ladi. 4 partiya. 4 partiya. Gap yo'q. Birinchi partiyamizga nechta chiqdi bular? Birinchi partiyamizga soni 20 bosh. 20 bosh. Pachka. Bir pachka. Xudo xolasa qo'zini sultoni desa ham bo'laveradi. Gap yo'q. 70 plus bo'yi. Bo'yi ham 70 plus. Metr tashab o'lchab ko'rsatamiz. Ha. Xudo xolasa Xolos. qo'zilar arziydi puliga. Gap yo'q. Bularda yemoq-chimoqlariga garantiya sinovlarini beramiz, Xudo xolasa. Xotirjam qadrli obunachilarimiz, xonadoningizga borgandan keyin sinov muddatlari beriladi. Qo'rangizga qamaladi, keyin garantiya sinovini Xudo xolasa o'taverishaveradi. Xotirjam akalar. Bularda badanini ko'rib turibsiz. Ozib ketgan murrush-surruglari Xudo xolasa yo'q. Bularda aka dastavka xizmatini qayergacha qilib beramiz? Dastavka xizmatini Samarqandgacha qilib beramiz, xudo xolasa. Besplatni holatda. Qo'yni taniydigan odam kelaversin, tepasiga kelib ham savdosini qilib olishaversin. Gap yo'q. Qo'ylar puliga ham har tomoniga o'ynaydi, xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa, aka, birortasini ushlaysiz bo'lmasa, labs ketdi, birortasini o'lchab ko'rsatib qo'yamiz, xudo xolasa. Qadrli obunachilar, o'ylanmang, telefon qiling. Qo'lingizda telefon, xudo xolasa ishingizda sirasi bitkizib olamiz. Mana qo'ylarning holatini qarang, akalar. Haqiqatan sifati zo'r ekan bular. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, akalar, mana metrimiz 73-74 chiqyaptilar bular. Yana birorta o'lchab qo'yaylik. Yana birortasini sirasi ko'rsatib qo'yaylik bo'lmasa. Bittani o'lchadi xolos, eng balandini deydigan negativ akalarimiz ham bo'lishi mumkin, lekin negativchilarni yaxshi ko'ramiz. Yo'q, boriga shukur, o'shalar bor. Biz misol uchun xato kamchiliklarimiz o'sha yerda ekan-da deb turib ketyapmiz. Bularniki ham mana akalar 74, 73 atrofida chiqadi. 70 plusga olishaversin. 70 plusga. Santimetrga talashmaymiz. Prosto gapingizni bo'ldim. Kechqurun syomka qilyapmiz. Gap yo'q. Qo'zi qanaqa ko'rinadi? Katta kichik har xil ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga mana metr O'zbekiston bo'ylab, dunyo bo'ylab ham bir xil. Bir xil. Ha, katta turib kichik turib bo'lmaydi buni. To'g'ri aytasiz. Javob berilaveradi. Ana shunday. Qadrli obunachilarimiz o'ylanmay telefon qilaverasiz. Bitta olsa ham sotamiz aka. 2 kishi bittasini sotamiz, xudo xolasa. Narxini necha pul qo'yamiz bularni? Bularning narxi 4 million pastda bo'ladi. Qancha pastda bo'ladi aka? Qo'ybasini o'lchab beryapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r. Xo'p, qo'zi 6 oylik tusda qo'zi. Ha. Yemni bemalol berishaveradi. Gap yo'q. Mana qo'zini 3.8 million so'mdan o'g'il odam chiroyli beradi. Joningiz omon bo'lsin. 3.8 million so'mdan. Aka, sizda kami bo'ladi doim. Telefon qilsin, chiroyli kamini o'tib. Sheyda o'zida-chi? Sheyda o'zida endi Sheyda o'zida ham bitta. Bo'l, maydalashmaymiz. Ha. 37 dan Jagurga odam telefon chiroyli tegizib beradi. Joningiz omon bo'lsin. 3.7 million so'mdan bo'ladi. 700 ming so'mdan 20 tasini olgan odamga chiroyli yetkazib beramiz. Gap yo'q. Ana shunday. Yetkazib olib berishidan akalar muammo yo'q. Muammo yo'q. 3.7 million so'mdan bitta ikkita olsa. Tayoq tashab bo'lib olsin, optim bahoda beraveramiz. Ha. Bitta ikkita tanlab olishadigan bo'lsa 4 million so'mdan. 4 million so'mdan tanlab olishadi. Tanlab bersak minusiga chiqarib beraveramiz. Ha, minusi ham bo'ladi. Lekin qo'ylar birday, xudo xolasa mirri surrigi yo'q. Joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz, o'ylamay telefon qilavering. Xudo xolasa ishingizda bitkizib olamiz, qadrli obunachilarimiz. Sizlarga yaxshilaridan ilinishda davom etaveramiz. Kechki syomkalarimizni ham poddeshka qilib, ko'rib, like bosadigan aka-ukalarimiz ham ko'p. Bosing akalar, voy, zo'ridan bosing. Xudo xolasa mana shunaqa zo'rlardan boqchilarga ham 100 ta boqish nasib qilaversin. Keyingi partiyamizga beramiz akalar.
Obunachilarimiz, birodarlar, ikkinchi partiyamizga ham akalar Naval joyiga keldik mana. Xudo xolasa, ey, siz xohlagan hamma usulda hammasidan bor ekan akalar. Bularning soni nechta edi? Buni soni 42 bor. 42 bosh qo'chqorlar bular ham. Ha, bir dona sovlig'i bor. Gap yo'q. 41 qo'chqor, bitta sovliq 42 ta. Bitta sovliq. Haligi 40 ta sovliqqa bitta qo'chqor qo'shib qo'ysa, qo'chqor o'zi bilan deylardi-yu. Ha. Buni sovlig'i o'zi bilan ekan-da. Ya xursand bo'lib yuradi-da. Gap yo'q. Xudo xolasa yemoqchiman, sog'liklari joyida aka bularniki. Xudo xolasa sinov olishaveradi, bemorasini beradi. Xotirjam sinamog'ini akalar Xudo beriladi. xolasa. O'ynaqilab turishibdi bularni, mashalloh. Ye bichara qornini ko'ring bu jonivorlarni. Zo'r chiqdi. Birorta qonni ochib bo'lsa ham qolaversin. Ye joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa bularda aka yosh oyligini qanaqaga beramiz? Bularni yosh oyligi 5 oylik xudo xolasa. 5 oylik. 5 oylik Akalar, olishaversin. sutimda kichkina qo'z emas, xotirjam oling. Akalar hayotni uncha-buncha qiyinchiligini ko'rib qo'ygan, hayotda qiyinchilik o'nqur-cho'nqurlarga bardosh bera oladigan mana sizlarga varianti o'shalar bo'ladi akalar. Oling, boqing, maza qiling. Plisga yurgizasiz inshaalloh. Qadrli obunachilarimiz, yaxshilaridan. Yem dozozdan berishaveradi. Berishaveradi. Yuzutini qartamaniga o'ynaydi bular ham. Gap yo'q. Bularda Orqa oshi ham yaxshi. bo'yichi qanaqa? Bo'y basi nimada metrimiz bor, tas o'lchaymiz. Tas o'lchaveramiz. Qo'mcha metrdanchi? Qani bismillahirrohmanirrohim. Shogird bola, metrda oboring. Metr shart emas hozir. Xudo xolasa, qani ko'rsatib, sirazi metrlar bilan ham o'lchab ko'rsatib beramiz. Inshaalloh, akalar siz istagan, siz qanaqa usulda xudo xolasa ko'ryapsiz, ana shularda biz chiroyli qilib yorishishni boshlayveramiz. Xudo xolasa, ey, yuragi butunidan. Akalar zo'ridan ko'rsataylik, sizlarga namoyish qilaylik. Bismillah, ushlang. Qani? Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani. To'xta. Yotib olgan holatda, mana oyog'i tisarilgan, yotgan holatda o'lchab bo'lmaydi. O'zingiz bilasiz akalar. Mana. Hop, 69 chiqyaptilar aka. 69 chiqyapti aka. Ha shu mashinga olishaversin. 70 ham bor ichida. Hop, 70 plus minusga olamiz. 70 plus minusga olsan, telefon qilib olib menga 70 ni ber deysan, emas, o'lchab yurish kerak. Ha. 70 plus minusga olishaversin, lekin ichida 65 qo'zi yo'q. Endi telefon qilishadi aka. Ha. Menga 10 ta kerak bo'lsa, 10 tasini bo'yini o'lchab berasiz ona. Yo, o'lchab berish kerak bo'lsa o'lchab beraveramiz. Ha, bo'yi muhim bo'ladigan aka-ukalarimiz ham ko'p-da. Bo'yini o'lchab bilishadi. Bemalol, lekin vaqti bor odam tepasiga kelib olsin, xudo xolasa xursand bo'ladi. Keling. Oldik xudo xolasa. Nech puldan? Xo'p. 42 tasini bir joyga olgan odamga ham aytamiz, 10 tasini bir joyga olgan odamga ham bitta narx aytamiz. Balki hammani qurbi 42 taga yetmaydi. To'g'ri aytasiz. Shuni hisobiga mana uni optim bahosi 3,5 million so'mdan berasiz. O'tib berasiz. 3 million 400 ming so'mdan. Joningiz omon bo'lsin. 3 million akalar 400 ming so'mdan. Kechki savdo, dangal savdo bo'ladi qadrli obunachilarimiz. Unaqa lalakula savdolarga keragi yo'q. Olasiz, boqasiz. Mana sizga baraka akalar, mana sizga variant. Xudo xolasa telefon qiling, ishni bitirasiz. Qadrli obunachilarimiz, maksimal yaqinlarga tarqating. Sizlarga zo'ridan ilinishda davom etaveramiz. Biz endi navbatda keyingi partiyamizga beraveramiz. Instagramga ketib. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar 3-partiyamiz. 3-partiyamizga pul arzoni, lekin o'zi ham ozgina ekan-da. 9 dona. 9 dona. Bir kishini qo'yi. Xudo xolasa maza qilib boqishadi, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, yechari yaxshi. Bemirasini olishaveramiz. Necha oylikka beramiz aka bularni? Yosh oyligi 4 oylik. 4 oylik atrofiga xudo 4 oylik xolasa. atrofiga 4 oylikka beraveramiz yosh oyligini. Akalar, olasiz, boqasiz, sizga tayyor variant. Bularda ham akalar sutemni qo'zi emas, 4 oylik deb turibmiz. Xudo xolasa, oxir taniydi. oxirda zo'r taniydi. O'zi oxiriga kallasi qushidan bilinib turibdi, xudo xolasa. Bularda aka bo'yini nechiga berasiz? Ha, bo'yini 65 ga olasiz. 65 ga ketaveradi o'lchab beraveramiz bo'yini. Telefon qilasiz. Hammasi yo'q. O'lchab, chiroyli qilib ko'rsatib berilaveradi. 9 taniqaga yetkazib berdik aka. 9 tani vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Besplatni qilib, ha? Besplatni qilib. Keling, bismillahirrohmanirrohim. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Buni 3 million 200 ming so'mdan chiroyli baraka. Joningiz omon bo'lsin. 3 million 200 ming so'mdan xayri sunnati bo'ladi. Hammasini olganga o'sha summada ozgina o'tib beramiz. O'tib berasiz. Donaga emas, o'sha summada o'tib beramiz. Ha, bitta olsa-chi bularni? Bitta olsa ham kelishamiz, xudo xolasa. Kelishamiz. Xudo xolasa akalar kelishmay qolmaydi. Davlat bilan davlat kelishyapti. Odam bilan odam kelishmay qolamadi. Akalar aloqaga chiqaverasiz. Ishingiz bitadi. Endi so'nggi partiyamizga qanaqasini chiqazamiz aka? Endi mana shu 3 tani ko'rsatib qo'ying, pul yengilroq bor. Chiqarmay qo'yaylik. Mana shular ham qo'chqorcha. Aha. 3 oylik, qo'zi qo'chqorlar. 3 oylik qo'zi qo'chqorlar mana. Xudo xolasa, yebichari zo'r, bemorasini olishaveradi. Gap yo'q. Endi bitta sal arzonroq olaman degan obunachiga
2.800.000 so'mdan. Joningiz aman 2.800.000 dan. 2.800.000 so'mdan. Ey gap yo'q. Mana akalar 2.800.000 so'mdan. Arzon endi qadar yurgan aka-ukalarimiz bo'ladi. Oxirgi partiyaga hozir endi shishaq qo'chqorlar chiqaramiz. Kattalar. Shishakka o'tadiganlarda. Ey gap yo'q. Akalar maksimal yaqinlarga tarqating. Sizlarga zo'rida ilinishda davom etaveramiz. Birodarlar, sizlarga tavsiya qilinadigan endi so'nggi partiyamizga. Bular aka qurbonlikka tayyor desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa tayyor. Yosh Endi o'rniga badani xotirjam niq zo'r semiz emas, lekin xudo xolasa 70%. Ey gap yo'q. Akalar mana sizlarga Yaraveradi xudo xolasa. yaraveradi. Xotirjam. Endi qurbonlikkacha aylantirib boqib turishsa ham zo'r ham variant. bo'laveradi, ozgina yemini berib. Ha? Lekin Mana. xudo xolasa narxi arzon, chiroyli qo'chqorlar. Bular shakmi necha Bular o'tgan? tish buzgani ham bor. Hop, 12 oylikka olsin. 12 oylik. Ha, endi buzadigani bor, bitta buzgani bor. Ha, bitta ikkita katta Qani? buzganlari ham bor Mana. ekan, xolos. Mana. Ikki tish. Ikki tishi ham bor ekan. O, Shunga o'sha. o'xshagan ikki tishlardan chiqadi. Gap yo'q. Ikki tish qo'chqorlardan qidirib yurgan aka-ukalarimizga. Son nechta dedik bayda? Qani buni ham ko'raylikchi. Soni Soni 40 bosh. 40 bosh. Kecha Oma jonivor. yiriklari ekan. Akalar bor ular qarang. Qo'chqor zo'rlar xudo xolasa. Ey gap yo'q. Ikki Mashina tish ham chiqadi ichidan. badani zo'r ekan Xudo shuni xolasa. ham. Badani semiz Xotirjam qo'yiladi. Qurbonlikka ehsonga o'tkazsa Yemini bo'laveradi. yeb turgan. Gap yo'q. Bularda aka bo'ylari nechi? Bularni bo'yini endi o'lchaymiz metrda. Metrimiz bor, ha? Ha, Metrimiz bor. Qadrli obunachilarimiz bo'y bastlarigacha o'lchab, xudo xolasa, Mana ham sizlarga ikki tish namoyish ekan etaveradi. janivar. u ham ikki tish ekan. Mana ikki tish. Badani semiz. Badani zo'r ekan mana shuni ham aka. Bas osilganroq, lekin ehson-pehsonga chiroyli o'tkazaveradi. Ha. Badani semiz zo'r. Bularni yetkazib berish qaygacha bo'ladi? Bularni xudo xolasa yetkazib beramiz, yetkazib berishdan muammo yo'q. Muammo yo'q, ha. Bitta ikkitani ham sotib, yetkazib, olib borib beraveramiz. Ya gap yo'q. Optim sotaman degan joyimiz yo'q, 40 tani bir joyga. Mana endi. Hurmatli obunachilar, telefon qilishadi. Hop, Kelishilgan holda donalab ham yetkazib beramiz. ya gap. Aytilgan joyga. Ana shunday. Ushlang endi bo'yini ham o'lchab beraylik. Labs ketdi, xudo xolasa. Ushlab, akalar bo'y bastlarigacha imkon qadar o'lchab ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Eng imkon boricha akalar eng pastini o'lchaymiz. Sababi chunki uyingizga borgandan keyin plus chiqsa, sizga Xursand bonusda bo'lishadi. xursand bo'lishadi. Realni yotib, omasam jun ekan, mana uni ham qarang, jun. Ha, qo'chqorlar вообще zo'r. Zo'r ekan mana. Agar yorug'da bo'lganda bu boshqacha syomka bo'lardi aka. Kuydirgan. Bu o'ta charsaganda 79-80 atrofida chiqyapti aka. Mana. Xo'p, 80 plus minusga olishaversin. 80 plus minus. Mana Mana mashq hozir qo'y, o'lchaganimdan sredniy eng endi. kichkinasi. O'rtachasini o'lchayapmiz. Ya gap yo'q. Minusi Aka, ham bo'lishi mumkin, lekin plusi ham bor. Qo'chqorlar zo'r. oxirgi partiyamiz. Yemini yeb turgan yarim kilodan xudo xolasa. Lalakula savdosini qilmaymiz. Bo'ldi. Tars aytib qo'ya Buni qolamiz. oldi qochtisi yo'q. Ha, 40 tani bir joyga oldim deganga 5,5 million so'mdan beramiz. xayri sunnati bo'ladi. Xayr sunnat bo'ladi. Chiroyli qilib. 5,5 milliondan bitta olsa ham olishaversin. Joningiz omon bo'lsin. Bitta bo'lsa ham, akalar 10 ta bo'lsa ham, ammo optimiga xayri Optimiga xayrni qilib beramiz xudo xolasa. Chiroyli qilib xursand bo'ladigan qilib. Lekin o'ta baland emas, qo'y puliga arziydi. Ya gap. Arzon xudo xolasa. Ana shunday. Akalarim o'ylamay telefon qilavering. Sizga yaxshilaridan, zo'rlaridan ilinishda davom etaveramiz. Akalar kanalimizdan uzoqlashmang. Maksimal yaqinlarga tarqating. Xudo xolasa sizga zo'ridan ilinishda biz davom etaveramiz. Endi akalar nima ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, akalarimizga telefon qilasiz. Aka 24 soat telefoningiz yoniga. Telefon qilishaveradi bemalol. Ya gap. Javob beramiz xudo xolasa. O'ylamay telefon qilaveringlar akalar. Biz video syomkamizni mana shu yerda yakunlaymiz. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.